Hemen assalamualaikum dostlar, yaxshimisiz qalmanglar. Bugün Arif Show'unu karochi o'zini yo'nalishindagi videolarında o'zini mot etsekmiz. Do'stlari bilan tortishganlar dushmanlari bilan jang qila olmaslar. Savollar o'tadi. İşi inson bilan chatgan bo'ladi birinchisi. Bu inson bilan neden ovqatni olib aeroportga borib yeb o'tirgan bo'ladi? So'zda mehribon o'g'il bola. Yaqin bir jo'rang bilan aylangan bo'lamading uching. Ne только aylanish, balkim boshqa ishlar ham qilishimiz mumkin agar bu bilan. Andaysan Sardor. Sen yakan bu. Yoqmaydi. Şu yosh vaqtdan bana dostmizda, yaqinlarda danışganmizda bir narsa bilan. Yosh vaqtda ozgina atlashanimiz bo'lgan bir ikki. Bu torun Keyin bitta ulaygandan keyin qaytgan. To'xtab. Uylenecek, bo'lsang uylengen bo'larmading. Yo, o'zi svobodniy bo'lsang, hozir uylenmagan bo'lsang uylengen bo'larmading. Addushi. Balkim. Lekin uylab bilmayapsiz. Yuvering qo'lingizda o'zi duradi buni. Bir o'rta dim yaqin zo'rang emas, lekin zo'r addushi sanmayting bu. Kim budursa, ikkisidan qaysi birisini tanlading? Masalan, Said bilan budursa, ha? Tamam, yaqin emas bu Said. Said bilan budursa men tanlaram do'stim, Said biram kerakmi shu hayotimga yushi kerak. Izini novat cheksang-da buni jo'ra. Shunda ishi narsa bilan agarda возможность bo'lsa reklamalarga tusharmading. Incha so'mda bu aytading. Agar bu bilan tushadigan bo'lsam, menimcha $1000 dollar. Aytaman keyin urushib o'tirmiz. Женский odam inchiqlik bilan chiqsa bo'ladi. Kishmish deb chiqsa bo'ladi. Agarda she'r aytamiz desa, qo'shira aytib aytgan bo'lamaydi. Havo. Masalan, bu bilan qaysi davlat uchgan bo'lading? Agar chet davlat bo'ladigan bo'lsa, Gruziyaga uchgan bo'lardim. Ato o'zlarimizni Toshkentdagi Tog'boq, Amirsay. Shunda ko'rsak bo'ladi-san buni. Havo. Bo'ldi. Bo'ldi. 2 3 Adam deding do'stim. Bu adam. Dur. O'zi savolingni butun shu yon qiza urg'u berib yotgandan bilmadim men. Lan shu bu eshak bu. Bu bilan sen sevishgan bo'lishing mumkin. Aytmay izini. Asoslarim dum kelishik. Keyingi mendan inamnatib rasm ko'rsatib intervyu oladigan bloger kim bo'lishini kommentariyada yozib qoldirasizlar. Endi bu anda oborotinam davom etadi. Kontentimiz like, kommentariy yozinglar kutamiz. Yomon bo'ldi.